avval men turmush o'rtog'im uchun faqat bo'lganman, ota-onalari uchun olib berilgan, mahalla uchun olib berilgan kelin bo'lganman. Erkak bilan o'sha munosabat qila olmayapsizmi, boshqa bo'lmayaptimi? Bor shunaqa hayot bor shunaqa yashash mumkin. Erkak qanaqa his qiladi? Bola qanaqa his qiladi? Erkakda mana shu vaqtda undan qanaqa his o'tadi? Mana shu yoki menga yoqmayaptimi? Shu gul xohlayapman yoki hozir shu ovqatni yegim kelyapti yoki hozir mana shu ovqatni yarim soat yegim kelyapti. Men yegan vaqtimda siz menga qarab o'tirishingizni xohlayman. Hayotda darsligi, har bir insonni ochishi hamma uchun har xil kelar ekanda. Hammani o'zi uchun o'zini qalbi kuchi yetadigan darajada hammaniki. Meniki ham shunaqa yo'l jihatidan mana shunaqa ayol bo'lganmanki, o'zini maksimal darajada qanchalik ezish mumkin bo'lsa, men shuni yashab o'tganman-da. Maksimal darajada o'zini qanaqa azoblash, kasallik bo'ladimi, o'limga olib borish, shu etaplardan o'tishim kerak bo'lgan ekan, nimadir his qilishim uchun. Endi shu fikrga kelyapmanki, shu vaziyatga, shu jarayonga kelyapmanki, erkaklar misolida tushuntirib aytsam agar, erkak sen bilan yashaydigan erkak, yashayapsanmi, shunga umringni bag'ishlayapsan, boshqalar ish qilib, endi bu shart uchun emas. Aslida agar bir-biringni yuragingni eshita olmasang, ko'zingga qaraganda buni qalbidan nima o'tayotganini his qila olmasang, hozir nima yeging keladi, boshqa qiladi, shunaqa munosabatni ochish mumkin ekan turmush o'rtog'ing bilan. Shunaqa darajada qalban shu sevgi deydimi, endi nima shartsiz munosabatlar deydimi, shunaqa munosabatlarga kelish mumkin ekanki, bir juda ham menga qiziqdi shu narsa. Ayollarga ham kim bilaman shu gaplashsam, uchrashsam, shu narsani doim bildirgim keladi-da, shu narsani aytgim keladi. Erkak bilan o'sha munosabat qila olmayapsizmi, boshqa bo'lmayaptimi? Hech qachon chetdan boshqa erkakka izlashga shoshishmas. O'zingni erkagingni shunaqa ochish mumkin ekan, o'zingni turmush o'rtog'ing bilan shu darajada asl bir tuyg'ularga, his tuyg'uga kelish mumkin ekanki, buning uchun inson qancha izlanish kerak bo'lsa, qancha yashash kerak bo'lsa, nima deydi, o'qish kerak bo'lsa, tayyor bo'ladigan holatga kelar ekan. Ko'p sinovlar bo'ldi o'rtamizda, boshqalar. Natijada mana shunday bir davrga kelar ekansanda, endi shu ichimga sig'may ketyaptiki, bor shunaqa hayot bor shunaqa yashash mumkin. Farzandlar bilan ham mana shu oilada juda bir go'zal muhitni yaratish mumkin. Shularga oid shu bilimlarim bilan bo'lishmoqchiman deydi ekan. Do haqida aytadigan bo'lsam, har bitta ayolda bu jertva yoqib olish emas, har bir insonni o'zini jarayoni bo'ladi va u uchun u eng og'iri. Hammamiz bilamiz, menda qanaqa bo'lgan. Men mavjud bo'lganman, turmush o'rtog'im uchun ham, qaynona qaynotam, hamma uchun men mavjud bo'lganman faqat. Lekin men ekanligim aynan mana shu yer yuzida tug'ilgan mana shu insonni yo'li, mana shu insonni kulishi, meni qarashim, meni qiziqishim, meni yeydigan ovqatim, men ovqat yeyganda qanaqa musiqa eshitaman, ular hammasi u yoqda tursin. Kimdir uchun men faqat mavjud bo'lganman. Buni aytib berish oson. Hamma psixolog aytib beradi, hamma mutaxassis aytib beradi. Buni yashab o'tib, buni yorib chiqqanda har bir ayol o'zida his qilib ko'rganida og'ir etaplardan, misol uchun mana qaynonamlar bilan vaziyatda ham hamma qatori. Keyin his qilib ko'rganimda, qaraganimda, o'sha boshqa mutaxassislarni eshitganimda, voy, nahotki shunaqa hayot bor, nahotki shunaqa, juda ham ichimdan yangilik izlaydigan ayolman. Har doim yangilik oldiga kelganda nahotki degan narsa bo'ladi-da. Keyin aytganman, nahotki turmush o'rtoq bilan shunaqa bir-birini his qilish mumkin. Nahotki erkak zoti bilan shunaqa darajaga kelish mumkin. Nahotki qo'l ushlashib prosta tupa bir necha soatlab hech narsa shartsiz
birgalikda bir joyda o'tirib yura olish mumkin. Nahotki bir kunlab o'sha kerak bo'lsa bir sutkalab mashinada yursang ham gaping tugamasligi mumkin. Poslida o'ylab ko'rdimki, anglab bildimki, yordam bergan narsa mani o'zgartirayotgan narsa. Men aytdim, qanaqa men bu darajaga keldim, men uchun orzu bo'lgan-ku bu narsa, men qanaqa qilib bu etapga yetib keldim deganimda, menga javob keldiki, har bittasini xohishimni aytaverar ekanman. Melichi bo'lsa ham, mana sizlarga ham aytyapman-ku, meni ochib beringlar, meni qilib beringlar, meni qilib beringlar. Turmush o'rtog'imdan ham so'raverar ekanman. Mana shunaqa, qanaqa bo'ladi? Erkak qanaqa his qiladi? Bola qanaqa his qiladi? Erkakda mana shu vaqtda undan qanaqa his o'tadi? Mana shu yoki menga yoqmayaptimi? Shugun gul xohlayapman yoki hozir shu ovqatni yegim kelyapti yoki hozir mana shu ovqatni yarim soat yegim kelyapti. Men yegan vaqtimda siz menga qarab o'tirishingizni xohlayman. Yoki men shuni yegan vaqtimda yoki mana shunaqa vaqtida menga nisbatan emotsiyangiz mana shunaqa bo'lishini xohlayman. Men shunda bildimki, men koreksiya qilib o'tiraman. Men o'zim shunaqaman-ku. Biz o'zi o'xshaymiz. Men ham o'rganaveraman bularga o'xshab. Men bildimki, hech qachon hayotda zo'r ayol ham bo'lmas ekan, zo'r psixolog ham bo'lmas ekan, zo'r erkak ham bo'lmas ekan, hech kim bo'lmas ekan. Faqatgina yaratilar ekan. Men hayron qolib ketdim. Faqat yaratilar ekan. Menga hozir juda ham qiziq. Erimni albatta konflikt hamma oiladagidek ekan. No, meni ayollarga yetkazib bermoqchi bo'lgan ichki his bor-ku. Eringda shuni ochish mumkin ekanki, faqat seni ayolligingni ochib beradi, faqat senga yordam beradi, seni barbod qilmaydi. No, avval men turmush o'rtog'im uchun faqat bo'lganman, ota-onalari uchun olib berilgan, mahalla uchun olib berilgan kelin bo'lganman. Nominatsiya shunda bo'lgan, boshqa hech narsa bo'lmagan. Shuni angladim, faqat yaratilar ekanda. Dodan posliga, ya'ni avvalgi latofatdan hozirgi faqatgina nom ism emas, haqiqiy ayol ochilayotgan ayolni holatini bilmoqchi bo'lsangiz, bunga qanaqa kelganligim, bu ma'lumotlar haqida haqiqiy, asl va shartsiz ma'lumotlarni bilmoqchi bo'lsangiz, pastda opisaniyada Telegram kanalim, ssilkasi bor, o'tib olishingiz mumkin.